Nazar Eshonqul. Maymun yetaklagan odam. Hikoya. Bu voqea 3 yillar oldin bo'lgan edi. Shu ko'chadan bir uyni ijaraga olib ko'chib kelganimda cholning sharti ketib parta qolgandi. U ko'chaning muyulishida men egallagan uyga qo'shni hovlida yashardi. Uni birinchi marta uyining oldidagi eski o'rindiqda chuqur o'yga tolgan holda ko'rgan edim. U qovoqlari soliq, soqoli qirilmagan, bir paytlar semiz bo'lgan, ajinlar taram-taram qilib tashlangan, ko'rimsiz yuzi badjahl ma'budlarning haykaliga o'xshab ketar, unga qaragan odamning yuragi noxush bir hisdan orqaga tortardi. Ko'zlari hissiz va ifodasiz, egnida 50-yillarning andozasiga tikilgan ancha salobatli kitel, bag'baqasi osilib turgan holda o'ychan o'tirardi. Mashinadan kitoblarni katta etakda tashib kirayotganimda go'yo atrofidagi olamdan endi hech bir iltifot kutmay qo'ygandek, hech narsaning qizig'i qolmagandek menga e'tiborsiz bir ko'z tashladi-da, so'ng yana o'z holatida yerga qarab o'tiraverdi. Bir necha kundan so'ng uy bekasidan bu cholning bir paytlar tuzukkina rassom bo'lganini, ayni hozir ham surat chizib turishini eshitib hayron qoldim. Uni hayotda omadi chopmagan biron amaldor bo'lsa kerak deb taxmin qilgandim. Keyinchalik cholni tez-tez o'sha kitilida go'yo necha qadam umri qolganini o'lchab yurgandek og'ir qadamlar bilan uyiga yoki ko'cha boshidagi oziq-ovqat do'koniga qarab ketayotganini, gohida esa mahalla oshxonasida ovqatni titrab qaqshab yeb o'tirganini, qovoqlari ostida odamlarga adovat bilan tikilib qo'yganini ko'rib qolardim. Zaharli, odamni bo'g'ib, holsiz qilib qo'yadigan bu adovat menga o'shanda uning butun tanasidan, vujudidan qoqshol bo'lib qolgan barcha qon tomirlaridan hamda chakalakzor ichidagi tilsimli qo'rg'on kabi menga noma'lum bo'lgan umr qal'asidan ufurayotgandek tuyulgandi. Uni ko'rsam negadir yuragim g'ash tortadigan, ko'nglim behuzur bo'ladigan, kayfiyatim buziladigan bo'lib qolgandi. Vaholanki hali u bilan salom alikdan nariga o'tmagandik. Menga avvalo uning turqi yoqmasdi. Nochor holiga qaramay odamlarga kibr aralash dimog' firog' bilan qarar, hammaga yotsirab shubha bilan tikilar, go'yo o'zini bir umr har bir kishiga shunday tikilib o'tgandek tutardi. Bir kuni uy bekasi mendan cholga kechki ovqat chiqarib berishini iltimos qilib qoldi. Cholning sovuq yuzini eslardim-u istihola qildim, biroq yo'q deya olmadim. Eski uslubda qurilgan tor tabaqali eshikdan ichkariga kirdim. Chol katta ayvonda savat kursida o'tirgancha oldidagi surat romga tikilib olgandi. Cholning uyi hashamatli, keng, lekin tashlab ketilgan maydonday huvullab yotardi. Ustun va romlari chirigan, umuman hovlidan chirkin va badbo'y hid kelardi. Chirkin hid daraxtlardan qor ostida qolib qarovsizlikdan xazonlikka yuz tutgan gulzorlardan, uyning yog'ochlaridan va ayvonda qalashib yotgan har xil rasmlar uyumidan kelayotgan edi. Shaltoq hid esa axlat solingan unduqadan kelardi. Hayolimga birdan bu unduqadagi axlatlarni chol umr bo'yi saqlab kelgan bo'lsa kerak degan fikr kelib qoldi. Hiddan ko'nglim aynigudek bo'lib chol o'tirgan ayvonga yo'l oldim. Chol menga e'tibor ham bermadi. Ajabsinib bir qarab qo'ydi-yu, o'z ishini davom ettiraverdi. U qandaydir bo'yog'i ko'p surat chizayotgan edi. Nariroqda turgan kichkina xontaxtani keltirib cholning oldiga qo'ydim. U endi ham e'tibor bermadi. U o'ziga ovqat keltirib berishlariga ko'nikib qolgan edi shekilli. Shunda uning qo'llari qaltirab, bo'yoqlarni chaplab yuborayotganini sezib qoldim. Cholning oldiga ovqatni ham qo'yganimdan so'ng u chizishdan to'xtab xontaxtaga o'girildi.
va bo'yoqli qo'llari bilan nonni bemalol sindirdi, og'ziga tutdi. Yorilib qolgan lablari orasidan chirigan ko'm-ko'k tishlari ko'rindi. Shunda men yana uning qandaydir badjahl ma'budning haykaliga juda o'xshab ketishini sezdim. U bu yerdaligimni ham unutganday xurillatib, imillab, chollarga xos lanchlik bilan ovqatlanar va og'zining ikki chetida lag'monning suyug'i yana kosaga oqib tushar, boshi qalq-qalq titrar, bo'yinlarida tirishib qolgan tomirlari yutunganda bo'rtib, ko'karib ketar. Ko'zlari horg'in yoshlanib turar. Har damda qansharini o'z qo'li bilan qashirdi. Bu unga odat edi. Chog'i qanshari turli bo'yoqlarga belanib qolgandi. Qo'llari qoshqini madorsizlik bilan ko'tarar ekan, uning shu soniyada yana ham ifodasiz tusga kirgan yuziga qarab ovqatni ham eplab icholmaydigan asabiy va ro'dopo cholning rassom ekanligiga shirayam ishongim kelmasdi. Suratlaringizni ko'rsam bo'ladimi? 20-yillardagi suratlaringizni, deb so'radim. Undan shubhamni bildirmaslikka kirishib. Chol bamayli xotir kavushandi-da, menga qaramasdan o'ziga buning aloqasi yo'qday, go'yo bir uyum axlatni ko'rsatayotgandek ijirg'anib, qo'li bilan ayvonning to'rini ko'rsatdi. Hammasi tartib bilan terib qo'yilgan. U tomondan boshlanadi, dedi hayqroq tovushda. Uning tovushi ham shunchalik sovuq ediki, beixtiyor etim junjikib ketdi. Indamay ayvonning to'riga qarab yo'l oldim. Cholning 20-yillardagi suratlarini shu ko'chadagi bir ikkita san'atdan xabardor kishilar maqtashgandi. Muzeyda ishlaydigan o'rtog'im ham cholning suratlari ko'rgazmaga qo'yilganini aytgandi. Chol 20-yillarda kamsamol bo'lgan va bosmachilarga qarshi kurashgan, yangi hayot qurishda faol ishtirok etgan deyishgandi. 20-yillarning shiddatli shamoli uni yuksak parvozlarga ko'targan, 30-yillarda mas'ul vazifalarda ishlagan deb hikoya qilishgan. U o'sha amalida toki iste'foga chiqarib yuborishgunlarigacha uzoq yillar ishlagan ekan. Ko'chadagilar uning o'sha davr faoliyatini mishmishlar bilan qo'shib chatib hikoya qilishardi. Chol ishdan ketgach, mana shu eski uyga qamalib olgan, hech kimga qo'shilmaydi, bir vaqtlar o'zi ozor bergan kishilarni ko'rgisi kelmaydi deyishardi. Cholning xotini 50-yillarning oxirida o'lib ketgan. Faqat istarasi o'zinikidan ham sovuq yolg'iz o'g'li bor edi. O'g'li qimorvoz, avvallari kissavur bo'lgan, keyin qotillik qilgani uchun qamalib ketgan, endi esa qimorning orqasidan kun ko'rar ekan. U juda jizzaki yigit edi. Uni 2 marta ko'chada ko'rgandim. Aytishlaricha u shaharning chekkasida bir beva bilan yashar va oyda yilda otasiga bir ko'rinish berar, shunda ham har doim janjal bilan jo'nab ketar edi. U cholning oldiga ko'pincha birdan bir maqsad bilan pul so'rab kelar, agar topib bermasa g'avg'o ko'tarar, hatto 2 marta otasini urib ketgan deb aytishardi. Ko'plar cholning puli bor, lekin hech kimga, hatto o'g'liga ham ravo ko'rmaydi, juda xasis deyishardi. Kim biladi, o'g'li ham otasi haqida shunday o'ylasa kerak. U otasini zarracha hurmat qilmasdi. Uning ovozini ko'chadan o'tib borayotib eshitib qolgandim. Hech narsani bilmayman deb baqirardi. Va u qandaydir qirindi tovushda. Agar topib bermasangiz, sizga qo'shib uyga ham o't qo'yaman. So'ng taraq-turuqlar, ixrashlar, cholning nimadir deb so'kingani eshitiladi. Kechqurun uy bekasi o'g'li cholni urib ketganini aytgandi. Cholning ayvoni unga ustaxona vazifasini o'tasa kerak. Oldi oynali, yozda derazalarni lang ochib salqillatib qo'ysa bo'ladigan keng go'sha edi. Cholning 20-yillardagi suratiga juda qiziqardim. Umuman cholga qarab turib qiziqishim ham yana ortgandi. Bu yerda har xil keraksiz ashqol-dashqol, sun'iy gullar, tuvaklar, turli bo'yoqlar, sarg'ayib ketgan kitoblar, olov ko'tarib borayotgan bola tasvirlangan haykal,
toshdan yasalgan turli qurollar, to'rlar, zanjirlar qarashib yotar va bu yerdan ham shilta hidi kelardi. Ayvondan ko'ra besamar o'tgan umrni eslatadigan besarishta qaznoqqa o'xshab ketar